Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bugun men Cameron Dilibdi. Bugun oddiy o'yinda bo'lishni aytamiz. Aytgandim. Jonli o'yinni ko'rsaman degandim. Albatta va'dam turamiz. Hozirda men mana shunday o'yinlar o'tkazib qo'ydim. 32, 85 mana shu kuchlar videolarini chiqaryapman. Abduqodir Ronaldo jarohatda o'yinni ko'p kuttirmasdan boshladik. It's 4-3-3. The wide fullbacks and forwards will be key to their attack today. Intercepted. O'tmadi uzatma. Valverde o'q Valverde tackles. qo'ydi, Yamalga pas berdi. Yamal Oh, a chance now to turn defense into attack. Yaxshi, Rodrining pasi noaniq bo'lmoqda. Alonso. Antony yaxshi o'ynamoqda bu tomonda. Valverde with the ball. Their passing has been so accurate. Paslarni to'xtatib qo'ymoqda. Patkat va qo'ldan sari This is Moriba with the ball. Yamalga pas. Juda kuchli ketdi pas. It's back with the goalkeeper. Lamine Yamal. Yamal ajoyib pas. Here's Antony with the run. Va They needed to get that one away, and they have. Marquinhos. Yamal Valverde. Yamaldan zarba. There was way too much power on that shot. Sariq olmoqda. He'll have to watch himself. He's received a booking. Sariq olmoqda. Gakpo qo'ydi, yuksalishi bajoyib. Yamalga pas. Lamine Yamal. Antonyga pas. Pumped into the danger area. Va noaniq pas, yana noaniq pas. Do'stlar, birinchi tang bo'yicha hech bo'lsa bitta gol urib qo'yishimiz kerak. Gonzalez. Gakpo on the run. Sakko fint qilganda orqaga surib xato qilib. An accurate pass. Ajoyib. Orqaga surib zarba va zarbani blok qilmoqda. Antony Yamal qaytarib qo'ymoqda bu zarbani. Birinchi taym do'stlar gol urolmadik, lekin yaxshi o'yin bo'ldi. Hozir ko'ramiz. To'p nazorati ajoyib bo'lardi. Anavi ko'p pas, aniq paslar biz 27 ta pas beribmiz. Zarbalar 3-0. Follar bizlar oldindamiz. Ularda o'zgartirish qildi. Rodri. Lovely passing here. Antony Ronaldo jarohat olganligini. Hozir balki Ronaldo bo'lganda gol ham bo'lardi. Antonydan juda chiroyli fintlar. Here's Antony with a run. Va pasi o'tmadi. Lekin chiroyli fint qilib keldi. Antony va qochirib qo'ydi to'puzdan. Valverde ajoyib. Valverde injuriya bo'lsa kerak hozir. Yamal Rahim. The scores are level, but they want to find a way through. Quality defending there. O'xshamayapti. Kuzanov. Yamal looks comfortable on the ball. Perfectly executed. Dribbles with the ball. Gakpo. Here's his chance. Lamine Yamal, zarba va gol. His chance. Well, they've taken the lead, and I wonder now whether that will give them some momentum for another goal. They're moving the ball forward. Rodri. The fans are optimistic. They think they have Antony. 3 points in the bag. Here's Antony Antony with the run. o'tolmadi. Yana Antony o'tolmadi. Vah,
solib qoldi, ikkinchi sariq olishi mumkin edi. Gakpo Nicely played. va Gakpo foul qilmoqda. Do'stlar, bu mana shu They've kanalda got the lead, ajoyib but to keep it, Ispaniya they're kanalida still going to nomi need to have their esimdan tushib composure. qoldi. Careless pass there. Lekin ajoyib o'ynadi. A strong tackle. Bruno Oh, well Lamine Yamal intercepted. bosim qildi va qo'ya olmadi. Valverde Aspas. ajoyib. Sonov ajoyib And it's qo'ydi. full time Va here. do'stlar, The game's 1-0 settled by a yutdik. single goal. O'sha golni Yamal urdi. Albatta gol chiroyli bo'lsa kanatda. That's from a player who really is on top form. Do'stlar, albatta video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. What a Videoning great oxirigacha 1 performance minut he's ketishim put in. kerak. He fully Yangi deserves to be xizmatiga named berish player kanalimga of the o'tsangiz, match. har kuni sezon paslar qilib, oyning oxirlarida sezon paslar sovg'a qilaman. Xo'sh, xayr, sog' salomat bo'linglar. Albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.